Oxiron abgor etgan hofizga har nafas oxir zamondir. Bugun avj etmasa erta tamomdir. Men baxshiman so'zim manzur bo'lganga, ustoz baxshilani qadrin bilganga. Bilganlar aytinglar ko'p bilmaganga, hofizga har nafas oxir zamondir. Bugun avj qilmasa erta tamomdir. Avazxon dastonidan parcha. Ana Go'ro'g'li sulton Avazxonni dorni tayindan ozod qilgandan keyin o'g'lina qarab aytadi: "Ey yaroqlar, avval boshdan davlat kerakdir yigita. Yiqilganda suyanmagan madad kerakdir yigita." Uzun boylu din kucaklayay, zaman yarıştırır